iPhone 8 telefoniga qanday quvvatlagich tanlashni bilmayapsizmi? Sizning ham telefoningiz sekin quvvat olyaptimi, balki siz quvvatlagich tanlashda xato qilgandirsiz. Unda sizga beradigan ma'lumoti manfaatli bo'ladi va telefoningiz sizga uzoqroq vaqt xizmat qiladi deb o'ylayman. Batareya sig'imi 1821 mAh. Litium ionli lelon batareyalar tizimi mavjud. 15 watt quvvatlagich talab qiladi. 15 watt 20 wattdan kam bo'lgan quvvatlagich qo'llash tavsiya qilinmaydi. Bu telefon batareyasi tez ishdan chiqishiga, shishib ketishiga olib keladi. Simsiz quvvatlash tizimi mavjud. 7,5 watt talab qiladi. Tezkor quvvatlash tizimi ham mavjud. 50% ga 30 daqiqada ko'taradi. Oddiy quvvatlash holatida 100% quvvat olish uchun 1 soat 15 daqiqa kerak bo'ladi. Internetdan foydalanganda 6 soat 14 daqiqa, videolar tomosha qilishda 9 soat 59 daqiqa, o'yinlar o'ynaganda 3 soat 40 daqiqa, kutish rejimida 81 soat, umumiy avtonomik holatida esa 16 soat 16 daqiqani tashkil qiladi. Agarda sizga ham shunaqa ma'lumotlar qiziq bo'lsa, videomiz izohiga yozib qoldiring. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.